Aka, oq podoshvani uy sharoitida ham tozalashni o'rgating. Gap yo'q, o'rgatamiz. Bugun sizlarga shu oyoq kiyimni podoshvasini tozalashni ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, juda ham kir bo'lib ketgan. Bunga qattiq shotka, oddiy shotka, zubnoy shotka, chayni soda, keyin idish-tovoq yuvadigan любой bir gel va har ehtimolga qarshi rastvoritel kerak bo'ladi. Hozir shularni hammasini ishlatib turib tozalashni ko'rsatib beraman. Pelaga taxminan shunchacha gel solamiz va bu gelga bir qoshiqdan oshiqroq chayni soda, bir qoshiq ham yetadi. Shuni aralashtirib olamiz. Keyin buni sal suyultirish uchun ozgina suv qo'shib olasiz. Tayyor bo'lgan rastvorimizni shotkani botirib turib, mana bu chetiga surishni boshlaymiz. Hamma yoqqa surib chiqasiz. Buni chetlarini yaxshilab ishqalaganimizdan keyin 5 minutga ivigani qo'yib qo'yamiz. Bu kirlarni hammasini chayni soda ivitib beradi. Mana 5 minut ivitib qo'yganimizdan keyin buni yaxshilab podoshvasini artib olamiz. Oyoq kiyimni yaxshilab artib olganimizdan keyin yana xuddi shunaqa qilib ko'pirtirib ishqalab olamiz. Ikkinchi marta ko'pirtirganimizdan keyin zubnoy shotkani olamizda, mana bu kichkina chokpoqlarga o'xshagan joylarni zubnoy shotkada yaxshilab ishqalab chiqamiz. Kichkina joylarda qolib ketgan kirlarini olib tashlaydi. Zubnoy shotkada ishqalab bo'lganimizdan keyin mana qattiq shotkada ishqalaymiz. Qolib ketgan kirlarni hammasini tozalab tashlash uchun. Yaxshilab shotkada ishqalab bo'lganimizdan keyin suvda chayib yuboramiz. Keyin quruq lattada yaxshilab artib tashlaymiz, bo'ldi. Podoshvamizni ham tozalab bo'ldik. Farqini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Oppoq bo'lib chiqdi. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpiskani bosib qo'ying. Ishimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosing.